Barchangizga assalomu alaykum. Bugun xo'jayinim Xitoy millatiga mansub o'rtoqlari uyimizga mehmon bo'lib kelyapti. Xo'jayinim aytishlaricha, xitoyliklar yeydigan ovqatlarni pishirish umuman bilmas ekanman. Kelinglar, xitoyliklar yeydigan tut bargidan do'lmani birgalikda pishiramiz. Bismillah deb. U ko'ngil sinsa, azizlar uni o'rniga kelmaydi. Bir ko'ngilni dilni sindirib qo'yadigan bo'lsa, ko'rganmiz-ku hayotda. O'rniga kelish juda qiyin. Ming yaxshi gapirganingizda ham haligi darsda belgisi bo'ladi-da. Shuning uchun dinimizda inson qalbi Ka'badan ham, sha'nidan ham ulug' deyiladi. Umar roziyallohu anhu gaplari bor-ku, Ka'baga qarab: "Ey Ka'ba, sen buyuksan. Seni hurmating cheksiz. Lekin bir bandani hurmati sendan-da ulug'dir" dedilar. Chunki Ka'bani İbrahim alayhissalom qurdi Allohning amri bilan. Lekin qalbni Alloh yaratgan. Bu Allohniki. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hech kimdan hech narsa so'rama, agar qamching yerga tushib ketsa ham", dedilar Rasululloh. Qarang, birovdan bir narsa so'rashlikda qanchalik bir nodurust ekanligini Rasululloh aytayaptilar-ki, hatto qamching tushib ketsa ham shuni olib ber demagin. Tushib o'zing olgin. Shu ham odamlarga o'zini muhtoj qilib ko'rsatishlik o'tib qolar ekan. Xuddi mana shuningdek o'zi uchun, ahli ayollar uchun va qarzi bo'lsa, qarzi uchun harakat qilib pul topishligi farz kifoya deyiladi. Ya'ni har bir kishi uchun farz. Demak, loqaydlik qilmas ekanmizda, oila bola chaqamiz bormi, harakat qilar ekanmiz. Buni Alloh buyurib qo'ygan, Allohning amri, ularning nafaqasini qilish. Bor falonchi qarindoshing bersin, otang bersin, onang bersin desak gunohkor bo'lar ekanmiz. Chunki farzni bajarmagan bo'lar ekanmiz. Agar banda mana shu yo'lga o'tib qolsa, odamlardan so'rayversa, deb so'rayversa, Alloh taolo unga kambag'allik eshigini ochib qo'yar ekan. Faqirlik eshigini. Allohning ismi azamini so'rab, ismi azamini aytib duo qildi. Allohning ismi azami, Ismullohil azam. Ismi azam bilan so'radi. U bilan so'rasi beriladi, duo qilinsa ijobat qilinadi. Bir odam namoz o'qibdi-da, namozdan keyin quyidagi duoni qilyapti ekan haligi odam sahoba. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu duoni qilyapti ekan. Ya'ni qul huvallohu ahadning ichidagi oyatlar bilan duo qilyapti. Shunda eshitib payg'ambarimiz alayhisalom qarab aytdilarki, Allohga qasam ichib aytamanki, dar haqiqat ismi azam bilan so'radi. U bilan so'rasi beriladi, duo qilinsa ijobat qilinadi dedilar. Allohning ismi azamini so'rab, ismi azamini aytib duo qildi. Allohning ismi azami, Ismullohil azam. Ismi azam bilan so'radi. U bilan so'rasi beriladi, duo qilinsa ijobat qilinadi. Bir odam namoz o'qibdi-da, namozdan keyin quyidagi duoni qilyapti ekan haligi odam sahoba. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu duoni qilyapti ekan. Ya'ni qul huvallohu ahadning ichidagi oyatlar bilan duo qilyapti. Shunda eshitib payg'ambarimiz alayhisalom qarab aytdilarki, Allohga qasam ichib aytamanki, dar haqiqat ismi azam bilan so'radi. U bilan so'rasi beriladi, duo qilinsa ijobat qilinadi dedilar. Bismillah, tavakkaltu alalloh, va la havla va la quwwata illa billah.